Hurmatli fuqarolar, yurtimizda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralgacha o'tkaziladi. 15-dan 31-yanvar kunlari onlayn tarzda census.stat.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tish mumkin. 4-dan 28-fevral kunlari esa uyma-uy yurish shaklida ro'yxatdan o'tkaziladi. E'tibor bering, ro'yxatga olish jarayonini faqat sizning mahallangizdagi yettilik vakillari amalga oshiradi. Har bir ro'yxatga oluvchi xodimda hujjat va u haqidagi barcha ma'lumot aks ettirilgan bejik mavjud. Ushbu bejik ortida maxsus QR kod bor. Uni skaner qilish orqali uyingizga kelgan xodim shaxsini tasdiqlaydigan barcha ma'lumotlarni tekshirib olishingiz mumkin. Begona shaxslar, ya'ni siz tanimaydigan boshqa hududdan kelgan xodimlar ro'yxatdan o'tkazishga haqli emas. Ro'yxatdan o'tish uchun pasportingizni berish shart emas. Faqat jismoniy shaxslar shaxsiy identifikatsiya raqami yoki ID kartangizdagi ID raqamini aytishingiz kifoya. Ro'yxatga olish jarayoni mutlaqo bepul bo'lib, fuqarolardan hech qanday to'lov yoki mablag' so'ralmaydi. Agar kimdir sizning uyingizga kelib, ro'yxatga olish uchun keldik, hujjatlaringizni bering desa, hech qachon ishonmang. Bunday holatda darhol 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qiling va eshikni ochmang. Unutmang, sizning ma'lumotingiz qonun bilan himoyalangan. Hurmatli